Surxondaryodan kelgan bemorimiz birinchi safar keldi. Yani davolash muolajalarini o'tkazganimizda ikkala yonbosh suyaklarda son suyagini birikmasida, son suyagi va yonbosh suyagi birikmasida bo'g'im ichida koksartroz 4-chi darajaga qarab ketayotgan holat. Endi 2 oydan keyin kelib yana yotib davolanyapti. Hozirgi ahvolda mana shifokorlar bo'lsa sizlarga mana bu o'ng qo'limdaginisi hozirgi ahvol. Chap qo'limdagi surilib ketgan joylardagi o'zgarishlar tiklana boshladi. Og'rig'i kamaydi, harakat ko'paydi. Bemor bemalol yurib, o'tirib turadigan bo'ldi. Avval kelganda oqsoqlik bilan nihoyatda zinadan chiqishlarga qiynalib kelgandi. Hozir bemalol raqsga tush desangiz ham raqsga tushadi, o'tirib tur desangiz ham o'tirib turadigan holatga keldi. Mana bemalol jo'shandirish. Hop. O'zbekchilik o'zlarini ko'rsatishni xohlamadilar. Shu yerda o'tiribdilar. Doktorlarga katta rahmat. Shu yerga kelib men shifo topdim. Juda oldin qiynalib qoldim oyoq bosishlarimda. Shu Ismoil akani aytgan rejimlarini, aytgan maslahatlarini, hamma aytganlarimni o'z vaqtida qildim.